Endilikda ishga kirayotganlar yangi joriy etilyapti ishga kirish tartib-qoidalari. Video ostida layk bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Endilikda ishga kirish uchun topshirilgan test natijalari 1 yilgacha amal qiladi. 2026-yil 1-martdan boshlab Davlat fuqarolik xizmatidan mavjud bo'sh o'rinlar to'g'risidagi ma'lumotnomani faqatgina vakansiya.go.uz elektron platforma orqali e'lon qilinadi. Siz esa fuqarolarni faqatgina o'zlari ma'lum qiladigan mutaxassislik lavozimi va ish haqiga oid talablarni belgilangan vakansiya.go.uz elektron platformasi orqali ish qidiruv maqomi ro'yxatidan o'tish imkoniyati yaratiladi. Ya'ni siz elektron platformasi orqali ro'yxatdan o'tgan va davlat fuqarolik xizmatidan kirish test sinov muvaffaqiyatli o'tgan fuqaro ushbu platformada mavjud bo'sh ish o'rinlaridan da'vogarlik qilish mumkin bo'ladi. Faqat bunda hisobga olinadi. Layk bosib obuna bo'lib qo'ysanglar 1-martdan 2026-yildan bu sistema ishga tushirishi juda ham qulayliklarga ega bo'ladi.